Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalal-ı Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifle Tarihi namlı kitabındaki dersimizdeki devamı da bugün yanıla Ali Reziyallahu anhu'nunki tercümalardan Ali'ninki bir kısım hükümleri, sözleri, Ali münasebetli bir kısım haberler hakkında to'xtalmoqchi. Said ibn Mansur degan olim o'zining Sunan nomli kitobida mundaq deydi. Bizga Hushaym degan olim hadis so'zlab bergan. Hushaymga Hajjajga Fazara qabilasidan bir shayx hadis bayon qilib berib mundaq degan ekan. Fazara degan shu arablarniki, arab yerim o'rnidagi eng cho'ng bir qabilaniki bir hamda. Bu odam deydi, men Hazrat Alining mundaq deganligini angladim. Hazrat Ali debdi, Allohga shukrlar bo'lsin, bizning dushmanimizmi bu dinga munosabatli masalalarda ma'lum bir ishlar duch kelganda bizdan so'raydi. Masalan, Muaviya menga Xunsa qanday qiladi deb, yani Xunsa haqida masala so'rabdi. Xunsa degan nima degan vaqtida shu erlikmi, ayollikmi bor yoritilib qolgan bir insonlar. Şunlar men Muaviyaga mundaq xat yozdim deydi. Ay sizga yerga qarab uni miras beringlar dedim deydi. Demakchi bo'lgani, masalan, ayol kishisi ayollik asosida miras beringlar. Agar o'g'il kishisiga vaqtida o'g'ilcha miras beringlar deb shu hukmni bergan ekan. Endi ikkisi orasida bir qism siyosiy to'qnashuvlar yuz bergan taqdirdami, ya'ni bular diniy masalalarda, Allohni rozi qilish masalalarida yana o'rtaq bir imoniy e'tiqodlar yashashga bir-birini bu yerda yana o'zidan ilmlik odamni yana hurmat qilyapti Muaviya. Ve bu adam yani shunday deydi, bizga Hushay, Mughiradan, Shu'badan, Alidan shunga o'xshash hadis bayon qilib bergan deydi. Ya'ni bu gapni birlam emas, yani bir necha odamning deganligini bu yerda bayon qilib o'tyapti-da. Bundan boshqa hamda tuvandagi abzasda Ali roziyallohu anhu'ningki qandoq hokimiyat beshiga chiqqanligi ve Ali roziyallohu anhu'ningki davrda o'tgan bir qism hadislarningki jarayonni so'zlab o'tmoqchi. İbn Asakir hamdamizninki Tarixi Damashq nomli kitobi bilan mashhur. Bu odam Hasandan rivoyat qilib, Hasanul Basri bo'lsa kerak bu kishi. Ali roziyallohu anhu Basraga kelgan vaqtida bu odamninki qishg'a Ibnul Kawwa, Qays ibn Abad deydigan ikki odam ham shu Basrdagi hamda dongliq shaxslarningki biri bular. Bu ishkelin Ali roziyallohu anhuga mundaq debdi. Sen o'zingninki o'tmishingdan bizga bir xabarlantirgan bo'lsang, sen bu ümmetninki oliy bir rahbari bo'lding, lekin bu ümmetning bir qismi bir-biriga urushyotidi, mita to'qnashishi bo'layotidi. Payg'ambarimiz sana bu xilofetni, bu hokimiyatni sana topshirganmi? Sen bu Rasulullohning vali ahdisimisan desa deganda deb bo'lib, bizga mushto'g'irliq bir so'zlab bergan bo'lsang, sen bizning anlig'imizdanmi bakrab eng ishonchlik, eng omonatdor odamsan. Biz sana ishnimiz Ali deb savol so'rabdi. Shuning bilan Ali roziyallohu anhu javoban mundaq debdi. Agar navoda payg'ambarimiz bu vaqtda menga bir topshiriq berib, o'zidan meni valiahd qilgan bo'lsa, Allohning nomidan qasamki, men tunji qitim Rasulullohni iymon etib, Rasulullohga bo'ysungan odam bo'lishim bilan birga, Rasulullohga inkor qilgan, Rasulullohni yolg'onchi qilgan odam bo'lishimni xohlamayman. Payg'ambarimizdan agar navoda shu vaqtda kichikgina menga bir topshiriq, ya'ni sen mendan keyin xalifa bo'lsa degan bir va'da bo'lgan bo'lsa, meni Taym jamoatini, ya'ni Abu Bakrning jamoatini deydi. Yoki Umar ibn Xattobni Rasulullohning munbirida turib gap qilishga ruxsat qilmagan bo'lardim. Agar men aytmish tonimdan boshqa narsa topolmasammi, ular bilan cho'qim bu vaqtda urush qilardim. Demak, bu yerda shiyalarni inkor qilyapti-da, shiyalar masalan Rasululloh Aliga topshirganda Abu Bakrlar Umar tortib olgan xilofatni deydi. Amaliyotda Ali bu yerda keskin buni rad qilyapti. Lekin payg'ambar alayhisolatu vassalam o'ltirilmagan, tuyuqsiz o'lib qolmagan, bir necha kun kasal tortgan, hatto muazzin namoz azo etib kelgan vaqtida ba'zi namoz chiqargan, ba'zi chiqarmaganda shu oraliqda. Endi ko'p vaqtlarda, oxirgi mezgillarda Abu Bakrni namoz o'qib berishga buyurgan. Endi
Peygamberimiz Ebu Bekir'nin kişilerge namaz okuyup burup duruyordu da bu yerda benim ornum bilen Ebu Bekir'nin ornu bu yerda farklı bundakta. Andın muazzin yani azan aytgan vaqtida Ebu Bekir'nin yana namaz okuyup duruyordu. Emillet Resulullah meni yani körep duruyordu şu vaqt men uyuldu ba degan meni burmay Ebu Bekir'ni buruyordu deydi. Ebu Bekir'ni itiraf qiladi bu yerda. Şonda Peygamberimizin ayollarından bir ayol Ebu Bekir'den bu işni namaz o'qitirish holatini boshqa sahobalarga burash uchun Ebu Bekir'ni burmay boshqa sahobalarni burgan bo'lsa deb Ayşe deganda bu gapni Rasulullohga. Men bir ayol deb olibdi. Peygamberimiz Ebu Bekir'nin namaz o'qitirishidan boshqa hech qanday so'zni qabul qilolmadi. Hatto ochiqlab dediki, sizlar Yusufning ayollardek ayollar ekansizlar. Ebu Bekir namaz o'qib bersin kishilarga, Ebu Bekirni burunglar deb Rasululloh qo'ydi bu yerda. Va avvalda Ali roziyallohu anhu deb turotida yaraqliqlarga. Alloh taolo payg'ambarimizning jinni olgan vaqtida biz hamma ishlarimizni bir xil qarab chiqdik. Bizning o'zimizniki dunyoligimizga eng yaxshi bir odamni tanladik, u bo'lsin Abu Bakr. Chunki Allohning payg'ambari uni bizning dinimizga tanlagan ekan, dunyoligimizga eng loyiqdir deb o'yladik. Chunki namoz islomning asosidir, dinning haqiqiy beshidir, dinning yildizidir, ko'tarib turgan o'g'lidir. Shuning uchun biz Abu Bakrga bay'at qildik. Bu Abu Bakr bu bay'atga, xilofatga eng loyiq odam edi. Buningda hech qanday bir odam shubhalanmaydi, ixtilof qilmaydi uning eng loyiq ekanligida. Hatto bir-birimiz uning zini qarta guvohlikni berib boqmadik. Shu vaqt sahobalarda. Hatto biz uningdan baroatni o'zimdik dedi. Baroat degan shu kichik vaqtdagi bo'lgan bir salohiyat, ya'ni har qanday bir mas'uliyatdan xoli eng pokiz holatda. Demakchi bo'lgani bu yerda biz u Abu Bakrda shubhalanmay, uningdagi bu taqvolik, bu pokizlikni yo'qotmadik. Uni eng pokiz deb bildik-da hamjihatdan. Men Abu Bakrga nisbatan Abu Bakr buyurgan ishlarni qildim, Abu Bakrga bo'ysundim. Uningla birga bir qancha urush qildim. Bas olatdim, g'azat qilatdim. Hatto uning oldida meni shu islomiy jazoni yurgizishga buyurgan vaqtida men qamchilarim bilan shu jazoni yurgizatdim. Nima desmay shuni qilatdim, bo'ysunatdim dedi. Ammo Abu Bakr o'lib ketgan vaqtida bu xilofat ishiga Umar roziyallohu anhu hokimiyat beshiga chiqdi-da. Bu odammi Abu Bakrniki yo'lini tutib mandi. Ve Abu Bakr'niki işlerden bilgen alet boyunca şu yolunu tutmalıdır. Biz Ömer'e bayat kıldık. Ömer'e mi hem de hiç kanday bir adam karşı çıkmadı bu adamga. Hatta Ömer'in ziniga hiç birimiz guvalık mı vermeyimiz, guvalık mı verip bakmadık. Onu biz en pakiz, en layık, salahiyetlik adam dep bildik. Ömer'in öz hakkını ada kıldım. Ömer'in buyurgan işlerini ben cahil orunladım. Ona boysundum. Hatta Ömer'in askerda asker olup vuruş kıldım. Bäsi aldım bana maldı ne bäsi. Gazat kıldım. Onun aldıdım ben kamçılarım bilen bazı İslami cezanı yürgüzüp kanun nizamlarını yürgüzüp tuttum. Hem de Ömer dünyadan ketken vaqtida ben üzümne Resulullah'nınki tuqqune. Ben burun Müslüman boğan. Ben özüm xil faziletlik. Mening o'tmish qilgan mundaq qilmishlarim bor deb o'zimni sal o'yladim, o'yga tushdim. Men menga endi bu ish kelgandan keyin endi mening oldimga o'tirganlik yo'q deb o'yladim. Ömer o'zidan keyin bir xalifalarni bir gunoh qo'yishidan shundoq ensirgan. Bu günah adamınki kabirsiz bile barıdı bunu tutuqum ensirgen. Şunun için dedi. Özünü ve ballarını bu xilafetin, hakimiyetin yarak tutkan. Eğer o adamda azraq bir muhabbat deydi. Muhabbat dediğimiz bazı xuşamet ma'nosi keladi. Eğer ballar tarafga yonbosish bo'lgan bo'lsa, albatta ballarını cho'qim bu yerda xalif qilib qo'ygan bo'ladi. Yoki podshoh qilib qo'ygan bo'ladi.
bu adam unda qilmay bu xilofatni Qurayshlardan 6 guruhga, 6 aylanga topshirdi-da bu adam. Men shu 6 aylanning birisi. Bu guruhlar bir yerga kelgan vaqtida men o'zimning urug' tuqqanligimni va Rasulullohga nisbatan, burun musulmon bo'lganligimni, o'zimning islomni qilgan ko'paylarimni bayon o'zim eslab chiqdim dedi. Men o'ylaymanki, menga bizga bu yerda tang emas, men xili ishlarni qilgan deb o'zimni ortiqchiligimni boshqa sahobalar qilgan vaqtida sanab chiqdim. Abdurrahman ibn Avf bizdan shu kim bizningki ishimizga, hokimiyat ishlarimizga ega bo'lsa, shuningga bo'ysunishimizni, shuningga taat, ya'ni quloq solishimizga qarta bizdan ishonchlik chin va'dalarni oldi. Ondan Osmon ibn Affonning qo'lini tutib turib, o'zining qo'lini Osmonningki qo'liga qo'yib turib, urib turib, shunlar men o'zimningki ishlarimni qaradim men bu yerda. Nimishqa degan vaqtida mening bay'atimdan burun levzim burun, ya'ni men burun va'da berib bo'lgan kimni saylasang shunga bo'ysunma deb. Undaqda meningki bu yerdagi va'dam boshqalar uchun elindi. Ya'ni xilofat, hokimiyat Osmonga ilinyapti, bay'at Osmonga ilinyapti bu yerda. Shunlar biz Osmonga bay'at qildik. Endi biz Osmon bilan ham işte asosan barobarligimiz bor. Lekin biz oldimizdan va'da berib qo'ygan ekan, biz onun çoxun bo'ysunmasak bo'lmaydi. Yana e'tirof qilyapti bu yerda. Shu asosda biz Osmonning haqqini ado qilib keldim. Uningga bo'ysundim. Osmonning qo'shinida askar bo'ldim. Osmon xolisa, ba'sa oldim. Mal dunyo, maosh degan narsalarni ba'sa. Urush buyursa urush qildim. Osmonning oldidimi men nurg'un islomiy qonun nizomlarni qamchilarim bilan ijro qilib keldim. Amma Osman qatl qilingan vaqtida, o'ldirilgan vaqtida men ishlarimga bir oz qarab chiqdim. Hamda payg'ambarimizning zamonasidagi ikki xalifa bo'lsa, namozga buyurgan xalifa bo'lsa, ularning o'tmish o'tab bo'ldi hamda. Ularning davrim ketdi, o'lib ketdi. Hamda bizdan nayt kuchlik ishonchli holatda va'dnoma olgan bu xalifa Osman bu o'ldirildi bu yerda. Shuning bilan menga ikki haram ahli, Makka, Madina ahli va mushu butun atrofdagi shahar, viloyat ahli, yoki mush ikki shaharning ahli menga bay'at qildi. Endi bu hokimiyat masalasida menga o'xshamaydigan, menga o'xshash tuqqan bo'lib boqmagan, mendek men bilganni bilmaydigan, menga o'xshash burun musulmon bo'lmagan birisi chiqib sakrab chiqdi-da endi. Bu Muaviyaga qaratilgan gap bo'lsa kerak bu. Men uningdan eng loyiq emasmi buningga deb, endi shu ko'plik, basirlik mush odamlarga, basirniki kattalarga, baglarga shu gapni deb berganligini bayon qilib o'tgan edim. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.